Kuşlar içimden düşüp nima bo'ldi doktor? Qaniniz 60 yillik xotiralarni yo'qotganlar. Hozir o'zlarini 2 yoshli bo'ladi bo'lyaptilar. Yuring oyijon, uyga ketamiz. Hoppa, 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 hoppa. Oyijon, har kuni ko'radigan navillaringizni qo'yib qo'ydim. Papalam, papalam, papalam. Zebo, kun bo'yi nima qilyapsan? Bugun ham ovqat qilinmagan. Kuni bilan oyijon bilan o'ynayapmiz. Ana. Oyingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Qizim o'yinchog'ini olib qo'yibdilar. Oyijon, qaytarib bering. Alla aytay, jonim, qaynanam. Ham qilaman, ham. Samolyot kelyapti, og'izni ochamiz. Bo'lmasa men yeb qo'yman. Qorong'ida qo'rqdim. Sizlar bilan yotaman. Xotiringiz yaxshi paytda qilmagan ishlaringizni qilyapsiz, oyijon. Qo'shni kiyimlaringiz dog'ini qanaqa ketkizardingiz? Men ketkizolmayman. Ani Navimidi, Habimidi? Ha, bavi. Ha, uni qanaqa ishlatardi? Tog'araga 2-3 qoshiq bavi va qaynoq suv solamiz. Keyin o'sha kiyimni yoki dasturxonmi, pastelmi farqi yo'q, 1 soat ivitamiz. Keyin oddiy rejimda kir moshinaga sovaramiz. Mana top-toza bo'ldi. Voy, men buni ham bittada yuborsam bo'lar ekanda. O'zi ham yo'q, shikolat qilib tashlabsizlar-da. Yo'q, bu shikolat emas. Oyijon kaka qilishga ulgurmay qoluvdilar. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola.